Hurmatli aka, kela mana. Samarqand Pazdarxon Juma mol bozoriga mana shunaqangi dahshatlari olsa, Boymurat akamizni o'ta kuchli mollardan Xudo xolasa boshladi. Bunisi 15 dedingizmi? 15 litr ekan mana. Uktam akamiz. Uktamga 48,5 qilyapti. 48,5 so'rayapti, bermadi. 231 2923 22. Charchamayapsizmi? Ukam ishlari yaxshimi? Bittasiga e'tibor beraylik. 2 million 48 million shu atrofda so'rayapti. Suyakli yaxshi tushiryapti. Yalishdingiz. Pashka konteynerda ham akamiz Ha, 3ga 10ga farqi yo'q. 2,5 millionga ham travelga bormi aka? 2,5 millionga ham direkt. Akamizni uyiga qilganmiz. 10 tonnali yo'mkishlar narxi 5,5 million. Eng kattasi 1.10 likdan chiqadigan. Aha. Narxi 370 ming so'mdan sotyapti. Metrga yetadigan bo'lsangiz 155 ming, 154 ming shunday tushadi. 135 ming sotyapmiz. Yana buni aytib ketish kerak-da, ikkitasini bittasangiz 4,5 metrlik bolalar bor. Xonalar oldin to'sgan. Donasi 70 ming so'm. 60 ming so'mligi ham bor, 70 mingligi ham bor. Shvedlerlarimiz bor. Ular 90 ming so'm. Ikkitasi 80 ming, 90 mingdan boshlanib 130 minggacha taxtalarimiz bor. bu zavodda agar sir bo'lmasa, bir oyda nechta konteyner so'yasiz? Bu 500 mingga tayyor bo'lgan. E'tibor berishingiz mumkin, hammasi qalin. Bunaqa. Baqot. Ha. Shvedler mana. Necha metrdan aka bular? 230. 230. Bolalarga ikkitasini bitta qilib qo'yaveramiz. Buni ham bemalol hamma narxini surishtiradigan bo'lib qoldi. Lekin sifatiga ham e'tibor berish kerak. Qolavkamiz bunisi 60 ligida 7 millionga berdi. Aka 11 kilovatlimiz 9,5 million so'm shit biti bilan. Qilgan bo'lsa. Masadmotga. 3 million so'm. Masadmotga. Yo'q, bu alyumin. Alyumin motor. Charchama aka. Bugun Xudo xolasa Boymurat akamizni Sver, ya'ni o'ta kuchli mollardan Xudo xolasa boshladik. Mana do'stlar, Chestiston deyapti Boymurat akamiz. Bugun Xudo xolasa Boymurat akamiz kelgan. Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Samarqand viloyat Pazdarxon tuman, ya'ni Juma mol bozoridamiz. Hafta kuniga shanba 11-oktyabr 2025-yil. Beraman. Bosing barakani. Boymurat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Barcha obunachilarga salom. Aka, qochmang. Ko'klarga salom. Nima kelmayapti deb ko'pchilik komment ham qilib qoldi, telefonlar ham qilgan bo'ldi. Haqiqatan dam olish bo'ldi. Yaxshi. Boymurat aka, kelganingizdan bozorni o'zgartirib tashladingiz, Xudo xolasa. Qanaqa zot edi? Bu Eston, Chista, Eston. Nechta sutga beramiz? 20 taga beramiz. 20 tadan bosim 20 taga olasiz. Bolasi? Zo'r limuzin, ho'kiz. Mana shu. Bolasi o'rtasida bitta ong. Chista kenglariga e'tibor beraylik. Mana sigirni holati. Ustalar ham tur joyda joylashgan. Boymurat aka, bugun nechta olib chiqdingiz? Bugun 3tami, 4tami? 5ta, 2ta sotdik. 3ta qoldi. Bu Eston, bu xonasi. Bu birinchi tug'ishganmi, ikkigami? Bu ikkinchiga Eston. Eston ikkiga, bunisi? Bunisi qo'shnidan, Ilhomdan. Ilhom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Terisi mol ekan. Bularchi? Bunisi bizda. Sizdanmi bunisi? Mana. Mana molda ajoyibligiga e'tibor beraylik. Ikkinchi bola ekan, orqa kengliklari, tuttalari. Bunisi kimlar? Sizdanmi? Boymurat aka. Bu nech pul ekan bu? Buni 45 deyapti. Nechta sutga? 15 ta 12 taga. Zog'i mana shu. Zog'i ancha o'tishgan. Buni nechiga bermadingiz? 54 qilyapti. 54 ga berganingiz. Mana. Ha, hoji aka. Charchamang Boymurat aka, nomer qoldiring nomerni. 93lik. Xo'p. 050. Aha. 42 72. Kodini aytmadingiz. 93lik. 93lik. 050. Aha. 42 72. Salomat bo'ling Boymurat aka, charchamang. Hurmatli aka, kela mana. Samarqand Pazdarxon Juma mol bozoriga mana shunaqangi dahshatlari keldi. Hali hammasi birinchi tug'ishga ekan mana shu. Mana to'qol varianti и sutlik varianti. Mana. O'rtadagi 20 litr, narigi tomonda 24 litr ekan. Bunisi 15 dedingizmi? 15 litr ekan mana. Uktam akamiz. Hormang Uktam aka. Mana buzoq. Uchalansa ham novvozchi. Necha savdosi bo'lyapti Uktam aka? Chakkadagisini qilyapti. 50 dan bir nima o'ting deydi. 50 milliondan. 50 milliondan mana shu bir nima o'ting deb so'rayapti mana.
Kim bular? Bir. Real savdolar bo'lyapti. Buzoqchalar ham yetilib qolgan. Necha oylik bo'g'oz dedingiz Uktam aka mana shuni? 4 oylik. Keyingisi ham 4 oylik. 3 oylik, bunisi 2 oylik. 2 oylik. Sutlarini aytib o'tdik. Bolalari mana. Narxini aytib qo'ying bitta nomeringiz bilan. 13 milliondan o'tib Boy beraman. barakada yerlikdan bir nima o'tib ber. 1 million o'tib boshqa nima kerak emas. Siyashing Uktam aka kelishtirib. Mana 95'lik, 95'lik. 80, 77, 57. 57 ha? Ha. Charchamang Uktam aka. Mana bu. Uzoqlarga yetib bo'ldi. Sigirni udarima. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kayfiyatingiz qanday? Charchamayapsizmi? Salom deb qo'ying musofirdagilarga. Musofirdagilarga salom deb qo'yavering. Charchamang aka. Xo'p. Ana Isonboy akamiz bolalari. Isonboy aka hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Rahmat. Isonboy Arzonchi akamiz bolalari kelib. Mana mol. Isonboy aka bugun bozorda xudo xolasa qizitasizlarmi deyman? inshaalloh. Xudo xolasa. Buzoqchasiz, navozchami? Navozcha bo'lasiz. Navozchi ekan. Mana sizga yuqoridan ko'rsataman. Buni nechinchi tug'ishga va nechta suti bor? 3 bolasi. Suti 15 ta. 15 ta. Bola ho'kiz. Qanchaga bermadingiz shuni? Viktoriyaga 48,9 qilyapti. 48,5 so'rayapti, bermadingiz. Mabodo ko'ngil nechun xohlayapti? Agar aytsangiz yaxshi bo'ladi. Ko'ngil 50 ta olsa beramiz aka. 50 ta olsa. 50 ga ham beramizmi kelishtirib? Kelishib beramiz aka. Kelishtirib berasiz. Nomerni ayting, Isonboy aka. 99lik 702 aha 64 aha 90. Qayerda moli? Go'zal ketdi. Go'zal keyin. Nechta bor bugun aka? Bugun bitta aka. Bittami? Bugun bitta olib kelibdi akamiz. Mana ajoyib chiroylisi, tiniq ranglariga ham e'tibor beraylik. Mana. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz kelyapti. Ha, mol bozor. Ko'rinib qo'ying, ko'rinib. Ko'rinib qo'ying. Hormang, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bozor qanday? Mollar yaxshi kelganmi? Charchamang, ishlaydigan omad. Omon bo'ling. Isonboy akamiz mollarini ko'rsatdik. Mana Uktam akamiz aytdi. Mana holati voshshi dahshat. Juda ham ideal mollar. Keyin mana savdosi qizyapti. Keyingilarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda 3 ta ekan. Mana bu menimcha. Angus kerak. Iston, qora iston deyishadi ko'pchilik. Bu ham shu Uktam akamizdanmi deyman, aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu qanaqa zot bu? Bu bir Angus'li gibridda bananisi. Angus'li gibridda. Bolasi shumi? Bolasi mana shu. Tankov aka bu. Bu nechta sutga beramiz? 15 ta. 15 litr bola ho'kiz a? Bola ho'kiz. Ho'kiz. Bu-chi simentaldanmi deyman, ha? Gibrid. Shved, ana qaraniki bu. Mana qoramik, o'rtada. Qaraniki. Qanday bir Shvedga gibrid ekan, ha? Mana buzoqcha qarabkalarni ko'rsataylik. Mana keyingisi 40 milyon so'm. 42 milyon dedim. 42 milyon dedim. Tamam bu. To'tanaga 18 ta sutga 10 milyon pullar ishlab olib ketamiz. Qaysi molni bo'lsa ham 10 million pulini olib ketaverasizlar deyapti, sinovga. Mollarga eski shu o'zimizda jaydari mollarda yalpoq mol bo'ladi, xuddi shunaqasidan hurmatlarga keladi. Yangi 3 sekund sog' olasiz, geçen 3 sekund sog' olasiz canavar. 3-chi bolasi yangi mana. Aka, nechidan bermayapsiz? Bunisini 38,5 million. Chekkadan ekan, ha? Bunisini 34,5. Bu Angus'chi? Angus 43,5 million. 43,5 million so'rayapti ekan, bolasi mana. Qochgani qaysi aka ichida? Yo'q, qochgani mana bu qizi kelib turib qochgani yo'q. Mana, xormang akam, zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Bozor qanday bo'lyapti aka? Bozor bo'ladi aka. Yomon qizib tashyapsizlar bozorda lekin, gap yo'q aka. Mana molni gaziga ham qarang buni aka. Tuzog'i boshi zo'r ekan, ha? Mana. Nasib bo'lsa nomerni aytib qo'ying aka, yana bir bor. 93lik. 93lik 231 231 29 29 ha? 22. Mana uyda ham bor ha aka? Uyga ham bor 45 million. 45 million so'm qilayotgan ekan bu. 5-chi bola. Mayli aka, sog' bo'ling. Ketamiz, nariga tomondan mollardan olib qo'yamiz. Ana bu yerda ham mollar bor ekan.
Hormaydi. Ukam, ishlar yaxshimi? Aziz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz zo'rmi? Hormay aka, charchamasizmi? Ukam, ishlar yaxshimi? Kayfiyatingiz? Bugun nechta xudo xolisi, Aziz aka? Bittami? Qaysi biri ekan? Mana chakkadagimi? Mana shu mol ekan. Yosh molmi deyman-da. Aziz aka birinchi tug'ishganmi? 2. Mana yosh mol ekan. Qanday o'zi ukam? Ikkinchi tug'ishga. Nechta suti bor? 8 ta sutiga garanti. 8 tasiga garanti. Plyusiga qochgan. Qochdimi? Yaqinda. Yaqinda qochdi. Aha, buzoqchasi ko'pmi? Ular shuncha. Ko'paysa var ya. Nomerda aytamiz. 50lik. Hop. 712. Aha. 22 yillik. 22 yillik bir 55. 55, oxiri 55 ekan. Ana, mana keyingisi qizil. Mana xudo xolasa Iskandariydan Elyor akamiz bor. Hurmatli aka, qizil esa buzoqchasi o'sha. Oq. Korobkachalarni uzatdi. Hali kunlik adashmasam, nech kunlik bilmadim. Mana shuni. Bittasiga ko'rib beraylik. Elyor aka, hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nechinchi tug'ishga bu Elyor aka? 3-bola aka, 3-chi bola. Aha. 20 ta sutiga javob aka, ertaga oqshom. Necha so'rayapti bozorimiz? Bozor hamma har xil birov. Balandini aytavering. 17, 47, 47 million, 48 million shu atrofda so'rayapti ekan mana shu. Bermay turibsiz, ha? Yo'q aka. Bozor qanday bo'ldi? Yaxshi aka, Yaxshimi? Savdo yaxshi? Zo'r aka. Ko'pchilik mana xudo xolasa qishda o'ylab, bola chaqasini o'ylab yaxshi mollar olyapti. Mahsuloti juda ko'p aka. Bu qaymoqli bo'lsa kerak, ha? Shuncha aka. Iston. Avvalgi shu eskilari. Ular ham zo'r joyda. Elyorjon, nomeringizni ayting. 97lik aka. 97lik 289 289 41 41. 41 41. Shunday aka. Iskandariy. Boraverasizlar, akalar, yo'l u yoqada. Hurmatli akalar, mana qizil ola, krasniy pyostram endi bilmadik. Mol ajoyib. Mana akamizni. Aka, qormang, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz zo'rmi? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Bozor qanday bo'lyapti, akam? Bozor bilan Bu salqinlanib qoldi. Bu krasniy pyostram aka bu? bu ana sotishgan-ku. Simental. Nimaga? Bilan nima deydi? Iston. Bu gibrid mol ekan, shu boyagigada nima edi? Galishtin bilan simental ekan. Uzoqchasi ho'kizcha. Nechta sutga aka bu? 10tadan ziyod. Birinchi bolami? Ikkinchisi. Ikkinchi bola 10 tadan ziyod sutga beraman deyapti. Qo'shgan yo'q hali? Yo'q, qo'shmagan. Sutalar joy-joyda joylashgan, mana shu sigir. Buybasti yomon emas, gibrid mol hozirgi kunda suyakli yaxshi tushyapti. Galishtinga simental ekan. Aka necha qilib berasiz shuni? 50 million deyapman. Bozor necha qildi aka? Bozor 41-42 qilyapti. Bermay turibsiz. 41-42. Aka, hop bu oyda sotmasangiz, uyda sotasiz. Nomerda 93lik. 93lik 227 227 74 83. 74 83. 83. Akamizga bog'lanaverasiz, hurmatli akalar. Bilyapsiz, o'tmaysa qaytmaysa ma'lumotsa 8,5 million so'm Esonboy aka mol savdosini qilyapti mana. Keyin Jasir aka. Hey Esonboy aka, siz ham hozir eringda. Bering. Jasir akaga bor baraka 48,5 million o'tmaysa. Bosdik. Bor baraka. Spark bo'lish yetmay qoladi. Bor akamda bor. Bor baraka-da, Esonboy aka kam qoldimi? Ozgina qoldi aka. Ozgina qoldi. Ha dengizlar endi. Mana bu. Akalar ham bozorda. Charchamayapsizmi aka? Bozor qanday bo'lyapti? Qaynayaptimi? Charchamang aka. 40 million sotilibdi mana shu. 40 million ketdi. Bolasini kichik. Puli yengillari ham bormi deganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Necha savdo bo'lyapti? 25 million 100 mingga baraka bo'ldi, ha? Nechta sutga bu? Bolasi ho'kizmi? Nechta sutga dedingiz? 12 ta o'shida. 3-chi bola. 25 million bo'ldi. Boshqalardan keldi. 25 million so'm bo'ldi. 25 million. O'tkir o'zda ko'ramiz. O'tkir o'zda bo'ldi. Qani. Krasniy nima?
ertaga kirish. Aniq, ha? Xudo xolasa. Gap yo'q. Baraka topsin. Qashqadaryoga sotildi nasib. Mana shu. Ayrog'ochga sotildi. Ayrog'ochgami? Ayrog'ochga ketdi. Keyingi puli arzon, yengillari mana. Aka necha pul ekan bu suyuq? 20 deyapti. Bozor nima deyapti? 18 gacha bor. Nechta sutga? Ertagacha 7 litr suti bor. Bolasi xunojinmi? 3-chi balasi g'unojin. Bozor qancha so'radi? Realmisi aka? 17 dan 18 gacha bor yani. Bermayapmiz. Yo'q. 17 milliondan 18 milliongacha boryapti ekan, bergan yo'q ekan. 18lar bo'lsa nima? Berib yuborish kerak deb o'ylayman. Yaxshi pul bo'ldi. Keyingilar mayda-mayda qari sigir, pul arzonlardan ko'pchilik so'rayapti. Siroj yaxshimisan? Qanday jiyan? Ishlar yaxshimi? Kayfiyat zo'rmi? Necha so'rayapti bu? Buni 20 million so'rayapti. Bolasi qaysi? Ho'kizmi? Nima molga qora mollarmi? Ahvol betdi. Ariqlab qoldi-da. Nechta sutga bu? Moliya bo'lsa o'tarchi. Bu 12 ta beradi, shu 10 tasini olsin. 10 tasini, ha? 10 ta sut berar ekan. Gap yo'q. Siroj charchama, jo'ra. Qani. Uzoqchasi shu. Bosing barakan aka. Mana misli molchalar. Misli mol. Orman yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Ikkinchi tug'ishga. Ha? Uzoqchasi. Bunojin. Bunisi ikkinchi tug'ishga bu ham, ha? Birinchisi. Bolasi bunojin. Nechta sutga bunisi, nechta sutga unisi? Buniki 5 ta, buniki 7 ta. Necha qilyapti aka? To'g'risini aytavering faqat. 18,5. 18,5 bunisini. Unisini 20. 20, 18,5. 6 ta, 7 ta. Qancha bo'ldi qo'chqor? Qancha bo'ldi aka? 4 million 100 ming so'm mana. Sotildi. Ana sigir, beshta sigirchalar. Nerdan pul olsa menga ber. Arzon. O, meni o'rtoq. Assalomu alaykum. Qanday kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mashhur Islom Power. Sal oshirib verdingiz sizdan. Islom Power desa, Kelingizlar, mol olingizlar, mollar arzon bo'lgan. Hamma ishiga omad, like bosingizda chiqmasin. Qanday bo'ldi? Rahmat. Qancha mehnat qilib hammaga elimizga xizmat qilyapsiz. Rahmat. Biz duodamiz dedik va qarilar. Ominda birin. Charchamang, sog' bo'ling. Ana keyingisi. Onasiga o'xshatdi-da. Hormang aka, yaxshimisiz? Bormi, ko'rmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatli. Zo'r aka, bola o'tgan. 3-bolasi Semetaldan qochgan, 5 ta suti bor. Javob. Nechiga bermadi? Ha? Qanchaga bermadi? 19,5 20 million so'm qilyapti bozor. Qaynadi, va bermayapsiz. Ha, aka, bermayapti. Bola o'tgan. Bola Semetalcha. Ko'ring. Ya'ni Agar reklamani qattiq qilyapsiz. har tarafini ko'ravering aka. Ketdimi aka 18 tozaga? Ha? 18 toza Kam beramiz. bo'ladida aka. 18,5 bo'ladimi? Kam bo'ladida aka. Bo'lsa ketsin aka. Ya kam bo'ladida aka. Yaxshi molcha ekanligi aka. 20 Ayni aka. Ana 20 so'rayapti. 20 so'rayapti. Yo'qmi 20? Yo'q 20. Bosib bering barakat. Oldim aka. Keyingilar mana bozorda savdo bo'layotganlarni ko'rsataylik. Qaysi savdosi bo'lyapti? Mana shunimi? Necha savdo bo'lyapti? 20 million 200. 20 million 200. Bolasi nima ekan? Onachi nechta sutga bu? 4-chi bolami? 5mi? 5. 7-8 ta sutga. Qancha qildi hozir endi? Nechiga chiqibdi? Danlimami? 20 million 200. 20? 20 million 200. 20 million 200 ming savdolar bo'lyapti. Realmiz. Mana. Endi qizyapti-da bozor, ha? Vaqti endi bo'lyapti. Yaxshimisiz aka? Ana bozor. Bosib bering, bering. Nima bo'ldi? Nima? Bering. Bo'p, bitkizing. Ha? Bitkizib bering deyman. Bosing bor aka. Jahongir aka narxi bo'pti aka. Xaridor bitta, olarman. Bering. Chiqarmay o'tkirang. Olma meni biladi. Aka siz olmasa bo'ladimi? Aka mol o'g'irlab kelyapman demanda bozorga. Charchamang.
30 31 million. Bola 35 ta sutga. Uchinchi bola 30 million. Mana bor baraka 30 million so'mga. Bolasi 30 ekan. 30 millionga baraka. Aka yaxshimisiz? Bo'ldi. Abi nechiga bermayapsiz, direktor bu? Assalomu alaykum. 30 deyapsiz? Ha. Bozor nechi qilyapti aka? Bozor 25 qilyapti. Bermadingiz. Ha, 24. Bilmasa bu 25 millionga yo'q. 4-chi, 5-chi bola. 4-chi bola. Bola hukcha? Sutichi 12 lik. 12 litr. Ha, bu qoladi. Bunda orqa nima qiladi? Ismi molchada. Buzoqchasiligi yaxshi ekan, anguscha tushib. Hukcha. İlk yillikmi? Ha, Charchamang aka, sizga omon. Sog' bo'ling. Bormaysiz?